bu singlimizni bitta anaqa bilan keldilar. Shikoyat bilan meni ozdirib bering Nigor opa dedilar. Biz tekshirdik. Tekshirsak katta tugun chiqdi. Tugunni biz biopsiya qildik va biopsiyada bularni уже xirurg endokrinologga yuboryapmiz. Men hozir tushuntirdim. Qo'rqish kerak emas. Rakka ham har xil turi bor. Umr uzoq bo'ladi. Operatsiya qilish kerak. Mana shunaqa holatlar bir kunda 2 martadan bo'ladi. Mana bir kunda boshqa maqsadda keladi. 3 marta ham bo'ladi. Mana qizlar men yolg'on gapirishimga qo'shmaydi. Boshqa maqsadda keladi, biz tekshiramiz, ularda mana shunaqa har xil tugunlarni o'sha nima deydi, operatsiya qiladigan tugunlar topamiz. Ko'ryapsizlarmi? Shuning uchun nima demoqchiman, xalqimizga tushuntiryapmiz biz. Ya'ni bular buqolar borligini bilmaganlar. Bular ozish uchun kelyaptilar. Menga yordam bering deb keldilar. Bularda shuncha narsa topdik va hozir lokatsiya institut endokrinologiyaga qarab ketyapti. Operatsiyadan keyin, ba'zi operatsiya qilishadi. Значит, keladilar, biza полный korreksiya qilib o'rtoq bo'ladilar. Bo'ldi. Xudo xolisa umrlari uzoq bo'ladi. Men xursandman kasal topganimdan. Maqsad shuni oldini olish. Bo'ldi, boshqa maqsadimiz yo'q. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Doktor aytganda tekshirtirish kerak. Sog'lig'ingizga e'tibor beringlar, o'rtoqlar. Sog'lig'i tiklash kerak. O'zinglarni ehtiyot qilinglar, zo'r bo'ladi, xudo xolisa.